Gidrogarlar yig'ishni boshladik. O'girganni ham ko'ring. Bir ma'lum krallar qo'yib chiqamiz. Mana gidrokollektorga krallarni qotirib chiqib turibdi. Hop, tepaga hozir turbalarni tortamiz. Kuzatishda davom eting. To'liq 0 dan 100 gacha bo'lgan jarayonni video qilib qo'yib boramiz. Bitkingacha bo'lgan holatda. Kimda shunday xizmatlar bo'lsa, bemalol profil shapkasidagi telefon nomerlariga telefon qilishingiz mumkin. Boshladik. 25 ga 80. Birinchisi qo'yildi. Mana bugungilik ishni ham yakunladik. Xudo xolasa ertadan yana kelgan yerdan davom ettiramiz. Quyida nasoslar bo'ldi. Ulandi. Qolganlari ham xuddi shunday bo'lib, yo'ldagi pastdagi nasoslar ulanadi. Hammasi. Mana shunday polni nasos bo'ladi, xudo xolasa. Va hozir bu yerda pol stejga bo'ladigan, stejga bo'lishi uchun biz turbalarni topib olishimiz kerak. Turbalarda poldan yuradigan turbalarimiz hammasini tortib olganimizdan keyin bular stejga qilishadi. Keyin qolgan ishlarimiz sekin-sekin davom etadi. Polda hali kafil ham qilish kerak. Bu tomonda bo'lar, ikkita bo'lar, deplabmenning. Bu yoqlarda suv filtrlar bo'ladi. Yana mana shu issiq sovuq suvni kranlarni yig'ishimiz kerak. O'zimizda filtrimiz ham bor. Bu yerda ikkita filtr bor. Yuvinish, idishlarni yuvish uchun bitta ikki dona filtrimiz bor. Pastda ovqatga suv quyish uchun ham o'zlarining filtri bor. O'sha filtrlarni shuning uchun maksimal darajada joyda ekonomika qilib, hammasini paletga qilib qo'yishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa qolgan ishlarni ham qo'yib boraman. Sizlardan kuzatib, like, komment, qandaydir fikrlaringiz bo'lsa yozib qoldiringlar. Rahmat.